Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz Shayx Umar ibn Muhammad ibn Fattuh ad-Dimashqiy ash-Shafi'i rahimahullohning Sharh al-Manzumat al-Bayquniya kitoblarini, al-Manzumat al-Bayquniya kitoblarini o'qib, unga Shayx Abdulloh Sirojiddin rahimahulloh tomonidan yozilgan sharhni tarjimasini o'rganayotgan edik. O'tgan darsda tahammul va adoning shartlari, necha yoshdan o'tishi, qanaqa shartlar qo'yilishi va uning ko'rinishlari, birinchi samo, ikkinchisi ard, ya'ni al-qiroat ala shayx ekanini o'tdik va mana shulardan at-tariqa as-salisa, ya'ni uchinchi ado va tahammulni uchinchi ko'rinishiga kelganmiz. Uchinchisi ijozat. Shayx Abdulloh Sirojiddin rahimahulloh aytadi: "At-tariqatu as-salisatu al-ijazatu wa hiya kama qala al-allamatu ash-Shumuni iznun fi riwayati lafzan aw khattan yufidu al-ikhbar al-ijmaliyya 'urfan." Demak, uchinchi yo'l ijozat. Ijoza degani Alloma Shumuni rahimahulloh aytganidek, rivoyat qilishga ruxsat berish degani. Rivoyat qilishga ruxsat berish. Va bu ruxsat berish lafzan ruxsat berish bo'lishi mumkin yoki lafzan degani og'izda senga ruxsat deydi yoki yozma ruxsat berish bo'lishi mumkin. U ruxsat urfiy ma'noda umumiy xabar berishni ifoda qiladi. Ya'ni al-ikhbar al-ijmaliy degani xohlagan odamingga xabar beraver shu hadislar majmuasi haqida. Ya'ni men senga aytgan hadislarni, mendan olgan hadislaringni boshqalarga umumiy ma'noda senga ruxsat beraver deb tushuniladi. Urfan degani, ya'ni urfda shunaqa tushunilgandan keyin mustalahul hadis fani ham shuni qabul qilgan. Ya'ni urfda hammaga umumiy ruxsatni ifoda qiladi. Hammaga umumiy ruxsatni bo'ldi aytaver xohlagan odamingga degandan keyin hammaga birdek tushadigan narsa bo'ladi. Mustalah hadisda ham senga ijozat shundan desa bo'ldi, xohlagan odamingga bu hadislarni rivoyat qilishing mumkin degan narsani ifoda qilib beradi. Ya'ni annaha tatadammanu ikhbarahu bima azina lahu bi rivoyatihi anhu. Demak, ijoza degani undan, shayxdan nimani rivoyat qilib olayotgan bo'lsa, o'sha narsalarni birovga rivoyat qilishga ham izn berish haqidagi xabarni o'z ichiga oladi, deyapti. Ya'ni ijozani ichiga nima kiradi desa, ijozada xabar bermoqchi shayx talabasiga nimani xabar bermoqchi desa, u shayxdan mana shu hadislarni birovga rivoyat qilishga izn berishini xabar berishni ichiga oladi demoqchi. وأركانها أربعة: مجيز ومجاز ومجاز به وإجازة، وهي على أنواع. الأول أن يجيز معينا بمعين كقول المجيز أجزتك البخارية أو ما اشتمل عليه فهرسي، والرواية بها جائزة عند الجمهور من المحدثين وغيرهم، خلافا لبعض المحدثين والفقهاء حيث منعوا ذلك كشعبة وغيره. الثالث أن يجيز غير معين بصيغة العموم كقوله أجزت جميع المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني. وفي ذلك خلاف للمتأخرين، فإن قيد الإجازة العامة بوصف حاصل كأجزت طلبة العلم ببلد كذا فهي أقرب إلى الجواز من غير المقيدة بذلك من باب أولى. إجازانين أركانı 4 rukunlar. Yani ijoza berilgandan keyin albatta ijoza jarayonida 4 ta narsa bo'lishi shart. Birinchisi ijoza beruvchi, mujiz shayx, mujaz ijoza olayotgan talaba, mujazun bihi ijoza berilayotgan hadislar to'plami yoki hadis. Ijozatun o'sha ruxsat. Va hiya ala anwa'in, ijozaning demak 4 xil turi bo'ladi. Bir necha turi bo'ladi, Birinchisi, shayx muayyan odamga muayyan kitobdan ijoza beradi. Ijoza so'zi bi bilan kelsa
o'sha kitob, rivoyat, hadislar to'plamini ifodalaydi. Ya'ni nimadan ijozat berilayotgan bo'lsa, o'shanga bi kiradi. Demak, muayyan odamga muayyan kitobdan ijozat beradi. Masalan, Shayx Mujiz aytadiki, talabasiga men senga Buxoriydan, ya'ni Sahih Buxoriydan ijozat berdim deydi. Yoki fihrisi, ya'ni meni fihrisim, meni hadis kitoblarim ro'yxatida qaysi kitoblar bo'lsa, o'shalarning hammasidan senga ijozat berdim deydi. Ya'ni u odamni hadis to'plami ro'yxati bo'ladi-da, qaysi hadis kitoblaridan ijozasi borligi. Bu sabat ham deyiladi. Mana shu sabatida qanaqa kitoblar bor? Hammasi muayyan turibdi. Nomlari, shayxlari hammasi turibdi. Mana shu kitoblarim ro'yxatidan senga ijozat berdim. Mana shuning ichiga nima kitoblar kirsa, hammasidan ijozat berdim deyiladi. Endi bir savol tug'iladi. Ijozat olish uchun o'sha kitobni o'qigan bo'lish shart emasmi desa, hadis ilmida aslida kitob o'qilmagan narsadan ijozat beriladi. Ya'ni shayxni oldida bir kitobni o'qisa, u ijozat berish shart emas, u samo bo'ladi. Agar talaba shayxni oldida o'qisa, al-qiraatu ala shayx bo'ladi. Agar shayx talabasiga o'qisa, bu ya'ni tahdis bo'ladi. Samo deyiladi. Mana shu yo samo yoki al-qiraatu ala shayx bo'lsa, bunda o'zi ijozat berish ham shart emas. Ijozat qachon bo'ladi? Mana shu holatlar bo'lmasa, ya'ni shayx ham unga o'qib bermadi, talaba ham shayxiga o'qib bermadi. Hech kim o'qimadi u hadis bir-biriga. Endi unga ijozat senga mana shu joydan deyiladi. Mana shu ijozat yana qo'li bilan beradi, masalan, yo ko'rsatadi, yo ko'chirib deydi. Mana shunaqa holatlardan biri orqali hadisini beradi talabaga. Mana shundan senga ijozat deydi. Senga ijozat berdim mendan rivoyat qilishing uchun deydi. Bu aslida o'sha zamonda rivoyat zamonida mana shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Endi keyingi asrlarda ijozat, san'atda ahamiyatini ushlab qolish muhim bo'lgandan keyin ulamolarimiz ijozani samo bor joyda ham olib qolishdi. Ya'ni shayxga o'qib bersa yo shayx talabasiga o'qib bersa, samo ham bor va uni yoniga ijozani ham qo'shib qo'yishdi. Nega desa, o'sha muborak silsila bir-biriga bog'lanib kelishi uchun. Hozirgi zamonda ham kimdir bir shayxdan hadis kitobini eshitsa ham ijozat oladi. Bu endi samo bo'ladi yoki al-qirot ali shayx bo'ladi. Bu eng kuchlisi, tepada birinchi va ikkinchi holatda o'tganimiz. O'shani shayxida o'qimasa ham, umuman o'qimagan kitobidan ham ijozat olsa bo'ladi va bu ijozat mustalohul hadis fanida sahih ijozat hisoblanadi. Lekin baribir o'qigan, uni rivoyati va rivoyatini o'rgangan odam bilan teng bo'lmaydi baribir. Demak, bu bilan, ya'ni muayyan odamga muayyan kitobdan ijozat berilganda jumhur ulamolar nazdida, muhaddislar va boshqalar nazdida bunaqa ijozat joiz bo'ladi. Lekin ba'zi muhaddislar va fuqarolar joiz emas deyishgan. Balki buni man qilishgan Sho'ba va boshqa ulamolar, ya'ni ular faqatgina yo al-qirot ala shayx bo'lsin yoki samo bo'lsin deyishgan. Bunaqa o'qimay turib qo'liga ijozat berib olishi ruxsat berishmagan, lekin bu juda ham kam odamlarning mazhabi. Jumhur ulamolar, deyarli hamma olimlar ijozatni sahih deyishgan. Mana shu muayyanni muayyanga beradigan ijozatini sahih deyishgan. Ikkinchi ko'rinishi, muayyan odamga g'ayri muayyan hadislar to'plamidan ijozat berish. Masalan, shayx shogirdiga aytadiki, men nima hadislar eshitgan bo'lsam umrim davomida hammasidan senga ijozat berdim deydi. Jumhur ulamolar bu orqali rivoyat qilishni ham joiz deyishgan va unga amal qilish ham vojib deyishgan. Endi buni ko'rinishi, masalan, men umrimda qancha hadis eshitganim bilmayman-ku. Masalan, sabat ijozalarim to'plami bo'lsa, ijozalarim to'plamiga kirmay qolgan qancha eshitgan hadislarim bor, boshqa bor. Lekin har yoqda tarqab yotgan bo'lishi mumkin, varoqlarda, kitoblarda, har xil joylarda. O'shaning uchun g'ayr muayyan bo'lib ketganda, g'ayr muayyan bo'lib ketgandan keyin bir ro'yxati qilinmagan. Mana shundan ijozat bersa birovga, u qanaqa rivoyat qiladi desa, men hamma o'zimning masmuotlaridan, o'zim eshitgan hamma hadisdan ijozat bersam unga, kelajakda u
men o'lib ketganimdan keyin ham yo men yo'q paytim ham men shayxlarimdan olgan bir hadisni qo'lga kiritib qolsa u endi meni ruxsatimsiz ham mendan rivoyat qilib yuborishi mumkin. Bitta topib oldi. Qarasa falonchidan Abdulbosit olgan deb keldimi? Endi u odam Abdulbositdan o'zidan keyingi talabalarga rivoyat qilib yuborishi mumkin bo'ladi. Mendan so'rab o'tirmasdan. Chunki men hamma o'zimning ma'lumotlarimdan unga ijozat beraver bo'lganman. Xuddi izni om bo'lgandek-da. Bu bilan ham rivoyat qilish joiz bo'ladi va unga amal qilish ham vojib bo'ladi. Endi amal qilish vojib bo'ladi degani bu mana shu o'qiyotgan narsalarimiz bu rivoyat asriga tegishli narsalar. Rivoyat asri 3-chi, ba'zi qavllarga ko'ra 4-asrda tugagan. 3-chi yoki 4-asrda hadislar tarqoq hali kitob kirmagan hadislar ham bo'lib turganda, endi bir odamga masalan Sahih Buxoriyda, Muslimda, umuman hadis to'plamlarida yo'q-u, shayxlarning og'izdan og'izga ko'chib kelayotgan hadislar ham bo'lgan o'sha paytda. O'shanaqa hadis kelib qolsa va u usul fiqhlarda qaror topgan qoidalarga muvofiq kelsa, u mushtahid mazkur hadisga amal qilishi vojib hisoblangan. Shu haqida gap ketyapti bu yerda, unga amal qilish vojib deganda. Lekin keyin 3-4-asrdan keyin ulamolar aytganki, endi hadis to'plamlariga kirmagan hadis qolmadi deyishgan. 3-4-asrdan keyin shayxlarning og'zida bor, lekin hadis to'plamlariga kirmagan hadis yo'q. Hamma hadis kitoblarga kirib bo'lgan endi. Endi kimdir masalan shayx sanadi bilan aytaylik 25 ta 30 ta sanadi bilan Rasulullohgacha bitta hadisni keltirib turib, qaysi kitobda kelgan desak, yo biror hadis kitobda kelmagan, men ustozlarimning og'izdan eshitib kelyapman desa, yo'q deymiz, ishonmaymiz. Demak, qayerdadir muammo bor, bu sanatda illati bor deymiz. Shuncha asrdan beri kitobga kirmasligini iloji yo'q deyiladi va unga amal qilish ham vojib bo'lmaydi. Uni illati bo'ladi. 3-chi ko'rinishi g'ayr muayyan odamga umumiy siyg'ada ijozat berish. Kaqavlihi masalan ajaztu jami'al muslimin aw kulla ahadin aw ahla zamani deydi. Ya'ni g'ayr muayyan odamga umumiy, ya'ni nimadan ijozat berayotganini ham aytmayapti. Men barcha musulmonlarga yoki har bitta odamga, o'zim zamonim ahlidagi hammaga ijozat berdim deyapti. Qaysi kitobdan ijozat berdingiz desa, uni aytmayapti. Bu degani men hozirgacha eshitganim, keyinchalik eshitadiganim, umuman menga aloqador nima bo'lsa hammasidan ijozat berdim deb aytib boryapti. Umumiy siyg'a degan narsaga kiradigan hamma narsadan ijozat beryapti va muayyan odamga bermayapti, hammaga beraveryapti. Endi bu borasida mutaxirlar orasida ixtilof bor. Agar umumiy ijozani bir chegarali vasf bilan chegaralasa, masalan falon shahardagi talab ilmlarga ijozat berdim desa, bu joizlikka yaqinroq bo'ladi. Min g'oyril muqayyada bizalika. Bu bilan qaydlanmagan, ya'ni birorta shahar yoki bir soha egalariga qaydlanmagan ijozadan ko'ra joizlikka albatta batari qavla yaqin bo'ladi deyilyapti. Ya'ni bu ijozatni joizligida shunaqa qoida borki, muayyanlikdan g'ayr muayyanlikka qarab ketgani sari joiz emas degan ulamolar ko'payib boraveradi. Ya'ni muayyan odamga, muayyan kitobdan, boyagi ajaztukal Buxoriy deb keldi-ku, muayyan kitobdan muayyan odamga ijozat berilganda deyarli hamma joiz degan. Sho'ba va bir ikkita olimni qo'shmasa, deyarli hamma unaqa ijozat durust degan. Endi ketdi g'ayr muayyan odamga yoki g'ayr muayyan kitobga deb g'ayr muayyanliklar kirgani sari joiz emas bunaqa ijozat deydigan ulamolarning safi kengayib boraveradi. Ya'ni joiz emaslikka qarab ketaveradi, muayyanlik ketgani sari. Muayyanlikka qarab yurgani sari. Shuning uchun bu yerda shunaqa gap siyg'a tuzayotganlarning sababi shuki, endi bu qaydlasa, falon shahardagi talib ilmlarga qaydlasa, endi bu g'ayr muqayyatdan ko'ra joizlikka yaqinroq bo'ladi batari qavlo deyapti. Tepada g'ayr muayyan bo'lsa ham o'tadi dedi-ku, ba'zi ulamolar nazdida o'tadi bo'lsa, bu endi batari qavlo o'tadi qaydlasa.
وقد ذكر في التدريب طائفة من أئمة العلماء القائلين بقبول هذا النوع مطلقا. تدريب الراوي ده إمام سيوطي رحمه الله bir toifa ulamolarni keltirgan, zikr qilgan. Ular yapti mana shu navdagi ijoza ham mutlaq qabul bo'ladi deyishgan. Ya'ni umumiyni umumiyga bergan ijoza. Men ahli zamonimdan hammasiga ijoza berdim desa ham o'sha orqali rivoyat qilsa bo'ladi degan. Ya'ni buni kayfiyati bunaqa bo'ladi. Masalan, men o'zimni ahli zamonimdagi hammaga ijoza berdim desam, o'sha men bilan bir zamonda yashagan odam men hadislarimni birortasini topib olsa, Abdulbositdan oldim deb rivoyat qilib keyingi odamga. Nega desa, chunki men butun ahli zamonimga ijoza beravergan bo'laman-da. U odamni taniymanmi? U odamga o'z qaysi kitobdan ijoza berdim, g'ayr muayyan tayini bo'lmasa ham u keyingi odamga rivoyat qilib bo'ladi deyiladi. Endi bu juda bemalollik bo'lib ketmaydimi desa, bemalollik bo'lib ketgan bilan ulamolar hadisni tekshirishda qattiq qoidalar qo'yib bo'lganda, siz qanaqa yo'li bilan olib kelayotganingiz bilan olib kelib muhaddislarning qo'liga bersangiz, muhaddislar uni olib kelgan holatingizga qarab saragini puchagidan ajratib beraveradi o'zi. Sarasi qaysi, illatlisi qaysi elab beradi. Shuning uchun xavotir olishga o'rin yo'q. Butun zamonimni ahliga beraversa, u joiz desak, favzo bo'lib ketmaydimi? Hamma narsa bo'sh bo'lib ketmaydimi desa, baribir bemalol bo'lib ketmaydi, albatta. Chunki o'zi hadis bu narsani his qilib ijoza joiz ekan deb o'zi rivoyat qiladiganlar jamiyatni 5% ham tashkil qilmaydi. 1% ni tashkil qilsa ham katta gap o'zi. O'sha 1% ham o'zidan keyingilarga umumiy ijozadan kelib chiqib rivoyat qilayotganda ham saralab, aql bilan o'zidan keyingilarga rivoyat qiladi va hammasini rivoyat qilish zobitalari, qoidalari bo'lgandan keyin o'z-o'zidan bu narsa tartibga tushib qolaveradi. Xavotir olishga o'rin yo'q. قال ابن كثير وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء فممن جوزها الخطيب ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني وغيرهم من محدثي المغاربة. ابن كثير aytganki, bu ijozani e'tiborli deb hisoblagan bir toifa hofizlar va ulamolar e'tiboriga olgan, mo'tabar deb hisoblagan. Buni joiz deganlardan biri yana Imom Xatib Bag'dodiy va bu qavlni shayxlari Qozi Abu Toyib Tobariydan naql qilganlar. Bu Ibn Jarir Tabariy emas. Hamda Abu Bakr Xozimiy ham o'zini shayxi Abul Ala al-Hamadoniydan va boshqa Mag'rib ulamolaridan bunday turdagi ijozani ham joiz ekanini naql qilishgan. 4-inchisi, al-ijazatu li muayyanin bimajhulin min al-kutub aw ijazatun bi muayyanin min al-kutub li majhulin min an-nas. Ijoza berish muayyan odamga, lekin noma'lum kitoblardan yoki muayyan odamga ijoza beradi, muayyan kitobdan ijoza beradi, noma'lum odamlarga. Birinchisi misoli, ya'ni muayyan odamga g'ayr muayyan kitobdan ijoza berishga misol. Qawluhu ajaztuka kitab as-sunan wa huwa yarwi kutuban adidatan fi as-sunan wa ajaztuka ba'da masmu'ati biduni bayanin laha. Wa misalu ath-thani qawluhu ajaztu li Muhammad ibn Khalid ad-Dimashqi kitab kaza wa hunaka jama'atun mushtarikuna fi hadha al-ismi fa hadhihi al-ijazatu batila. Na'am in ittadaha al-murad min al-majhul bi qarinatin fal-ijazatu sahihatun. Birinchisiga misol. Shayx aytadiki shogirdiga, men senga ijoza berdim deydi. Muayyan odam aytayapti, muxotab. Sunan kitoblaridan ijoza berdim deydi. Majhulda ham qaysi sunan kitoblarini? To'g'ri, 4 ta sunan kitob bor, Kutub Sittaga kiradigan. Lekin biz Kutub Sitta deb shartli ravishda belgilab olganimizdan keyin uning ichiga Nasoiy, Ibn Majah, Termiziy, Abu Dovud kiradi deb belgilab olganimizdan shartli ravishda. Lekin umuman hadis olamida sunan kitoblari deganda katta narsada ko'p kitob kirib ketishi mumkin. Shuning uchun majhul. Kitob sunan o'sha ko'p narsa kirib ketishi mumkin deyapmiz. O'shaning ichidan bittasini aytyapti. Ya'ni hamma sunan kitoblaridan desak, bosh ustiga muayyan bo'ladi.
Hammasini kitoblari ham baribir muayyan narsa-da. Yoki umumiy desak ham baribir umumiy ijoza ham tepada o'tdi joizligi. Lekin bunda sunan kitoblar, kitobi sunandan deyapti. Qaysi kitobi sunan? Siz majhul bayon qilmayapti. Va u odamning rivoyatlarining ichida ham bir necha sunan borasi, bir necha kitoblari bor. Ba'zi yoki bo'lsa bunaqa deydi. Ajaztuka ba'da masmuati. Men o'zim olgan hadislarimdan, ustozimdan olgan hadislarimning bir qismidan senga ijoza beryapman dedi. Qaysi qismi? Masalan, 10 mingta hadis rivoyat qilgan bo'lsa, birinchi mingtalikmi, ikkinchi mingtalikmi, birinchi 500 talikmi, birinchi bilib bo'lmaydi. O'zi ham bayon qilmayapti. Endi shuning uchun bu majhul kitobdan, majhul hadislardan ijoza berish hisoblanadi. Ikkinchi ko'rinishi majhul odamga ijoza berish. Masalan, men Muhammad ibn Xolid Dimashqiyga ijoza berdim deydi falon kitobda. Kitobi kaza deb qaysi kitob aytadi, bu kaza demaydi albatta. Qaysi masalan Sahih Buxoriyni deydi. Kitobi Sahih, Kitobil Jami' deydi masalan. Sahih Buxoriyni desa, lekin ismini aytayapti Muhammad ibn Xolid Dimashqiyga. Lekin bu ismda mushtarak bo'lgan bir necha odam bor. Biz shaharda Muhammad ibn Xolid ad-Dimashqiy, bir 8 ta Muhammad ibn Xolid ad-Dimashqiy bo'lsa, keyin o'zi ikkita bo'lsa ham, ikkita Muhammad ibn Xolid Dimashqiy bor. Qaysi bir nazarda tutayotganiga birorta qarina yo'q bo'lsa, bunaqa ijoza botil bo'ladi. Chunki qaysi birini aniqlanmadik. Shuning uchun olinmaydi bunaqa ijoza. Agar o'sha majhuldan bir qarina tufayli kimni nazarda tutayotgani aniq bo'lsa, endi bu ijoza sahih bo'ladi albatta. Masalan, Muhammad ibn Xolid Dimashqiyga ijoza berdim. Qo'shnim bor-ku o'shanisiga desa, keyin yurib ketadi albatta. Al-ijazatu lil ma'dum ka qawlihi ajaztu liman yuladu li fulan. Demak, al-xomis 5-inchisi yo'q odamga ijoza berish. Masalan, falonchining tug'iladigan bolalariga ijoza berdim deydi. قال في التدريب واختلف المتأخرون في صحتها فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك ولعقبك ما تناسلوا فأولى بالجواز وفعل الثاني من المحدثين أبو بكر ابن أبي داود وأجاز الخطيب الأول أي والثانية من باب أولى. تدريب الراودي وسيوطي aytadiki mutaxirlar bunaqa ijozani sahihligida ixtilof qilishgan. Mutaxirlar deganlarida sababi mutaxirlar o'zi ijozaga yengil qaraganda, baribir ijozaga yengil qaralishining sababi hozirgi zamonda ayniqsa yengil qaraladi. Chunki ijoza faqat bir oldingilarning silsilasini ushlab qolish uchun tabarrukan ushlab qolingan narsa bo'lib qoldi-da. Nega desa, chunki hozir hech kim hadisini ustozidan yozib olmaydi-da. Ya'ni oldin ijoza nega muhim bo'lgan? Chunki rivoyat zamonida shayx o'zini qo'lidagi rivoyat qilayotgan kitob hadislar to'plamini o'zini ustozidan qo'lida yozib olgan bo'lgan-da. Ya'ni ustozi aytib turgan yo o'z ustozidan olgan hadisni bitta-bitta yozgan, ustoz to'g'rilagan joylarini, xatolarini to'g'rilagan va ustozidan qanday rivoyatni olgan bo'lsa, xuddi shu turgan kitobida. Keyin o'zini shogirdiga xuddi mana shundan rivoyat qilib bergan. Birorta nuqtasi ham, virguli ham o'zgarmagan holatda. Lekin hozirgi zamonda unaqa emas. Hozirgi zamonda hech bir ustoz o'zini shogirdiga o'zini ustozida o'qigan yoki o'zini ustozidan yozib olgan kitobidan dars bermaydi. O'zini ustozida o'qigan kitobidan dars bergan taqdirda ham u kitobini o'zini ustozidan oldida o'qigan to'g'ri, lekin uni nashriyot chiqargan. Ustozini oldida yozib olmagan kitob. Nashriyotning kitobida u, uni kitobi emas. Masalan, men Sahih Buxoriyni bir ustoz oldida o'qigan bo'lsam, masalan, Oybek domlaning oldida Sahih Buxoriy o'qiganman. Va u Sahih Buxoriyni Oybek domla ustozlaridan olgan nusxadan yozib olmaganman-da. U Sahih Buxoriyni nashriyot chiqargan. U nashriyotning nusxasi aslida, men nusxam emas. Aslida rivoyat zamoniga solganimizda, rivoyat zamonida unaqa o'tmagan bunaqa narsa. Rivoyat zamonida hamma o'z qo'li bilan yozgan, ustozining bilan bir xil bo'lgan. Lekin men masalan hozir nashriyot chiqargan kitobni olsam, ustozim Oybek domlaning qo'lidagi Sahih Buxoriyni boshqa nashriyot chiqargan bo'lgan. Masalan, menikini Muassasatu Risala chiqargan, ustozimnikini Bushro nashriyot chiqargan edi o'shanda. Bushro nashriyoti bilan
meni qo'limdagini qaysidir so'zlarida farq qilsa, men uni to'g'rilab olmaganman. E, Bo'ldi. Demak, ustozimning nusxasi bilan meni nusxamda ba'zi joylarda ikki xillik ketdimi? Bo'ldi. Endi faqatgina tabarruk ijozaligi tabarrukligi qoldi, xolos. Oldin bir xil bo'lgan ikki tane rivoyati, hozir esa boshqacha bo'lib qoldi. Balki endi silsilaga bog'lash mana shu ma'nolarda qoldi. Endi boshqa foydalari, boshqa hikmatlari ham bor. Uni inkor qilmaymiz, lekin haqiqiy rivoyat zamonidagi ijoza o'z aslini yo'qotdi. Va bu yo'qotish tabiiy holat. Bu afsuslanib, siqiladigan narsa emas. Rivoyat asri tugadimi? Bo'ldi, tugagan bu narsalar. O'z ahamiyati sekin-sekin yo'qotib borgan. To'g'ri, rivoyat asri 3-4 asrda tugagandan keyin, masalan 7, 8, 9, 10 asrlar Ibn Hajar zamonlarida ham hamma o'zining nusxasi Sahih Buxoriysini ustozidan olgan bo'lgan. Lekin mana hijriy 15-asr boshlaridan tipografiya rivojlanib, kitoblarni bosmaxonada chiqarish rivojlangandan keyin endi bu keskin o'z qiymatini yo'qotdi. 1-2 asr ichidayoq o'z qiymatini yo'qotdi. Endi hech kim o'zini ustozining oldida bir hadis to'plamlarini yozib olayotgani yo'q. Balki hamma nashriyotdan sotib olib, o'sha nashriyotning kitobini o'qiydi va shuni o'qiganga ham rahmat deydigan zamonga kelib qoldik. Demak, 5-si Taqrib kitobida Suyuti aytdiki, demak, mutaxirlar sahihligida ixtilof qilishdi buni. Agar mavjud odamga yo'q odam atf qilsa, masalan bunaqa deydi: ajaztu li fulanin va man yuladu lahu. Falonchiga ijoza berdim va uni tug'ilajak farzandlariga ijoza berdim deyman. Yoki senga va seni avloding qancha davom etsa hammasiga ijoza berdim deyman. Bu endi joizlikka yaqinroq, avvalroq. وفعل الثانية من المحدثين أبو بكر بن أبي داود. Demek Abu Bakr ibn Abu Davud mana shu ikkinchisini qilgan ekan. Senga va senni avlodlaringga ijoza berdim degan ekan. Va Xotib Bag'dodiy birinchisini joiz degan ekan. Endi ikkinchisi batari qavli ikkinchisi ham joiz bo'ladi. Ya'ni falonchiga va falonchinidan tug'ilajak farzandlarga deb ijoza bergan. Ya birinchisi mana bu. Mana ajaztu liman yuladu li fulan. Ajaztu liman yuladu li fulan. Bu endi falonchini farzandlariga degani-da. Falonchini farzandlariga degani. Keyingisi esa falonchi va undan tug'ilajak farzandlar, bu ham uni farzandlariga tegishli, lekin mana bu liaqibka matanasalu ketaveradi. Avloddan avlodga qarab. Demak, bu yerda al-avvalu deb yo mana buni nazarda tutayotgan bo'lishlari mumkin. Ajaztu li fulanin amal yuladu lahu yoki ajaztu liman yuladu lahu, ikkalasi ham bitta narsa. Shuni joiz degan ekan debdi. 6-si. Ijazatu ma lam yatahammalhu al-mujizu bi wajhin min sama'in aw ijazatin liyarwiyahu al-mujazu idza tahammalahu al-mujizu. 6-si, ijoza beruvchi odam samo orqali yo ijoza orqali hali o'zi qabul qilib olmagan hadisini ijozasini beraveradi. Qachonki ijoza berayotgan odam qabul qilsa, keyin ijoza bergan odam rivoyat qilishi uchun. Ya'ni masalan, boyagi misol bilan aytsak, men hadisdan ijoza berayotgan bo'lsam, masalan Said ibn Mansurni musannafidan ya undan bor aytadishimiz. Sufyon Savriyning Musnad kitobidan ijozam yo'q. Sufyon Savriyning Musnad kitobidan birovga ijoza berayman. Aytamanki, men Sufyon Savriyni Musnadidan ijozam yo'q. Lekin senga ijoza berib qo'yaveray. Ijoza olganimdan keyin olganimni bilsang, rivoyat qilaverasan keyinchalik. Ya'ni boshidan senga ijoza berib o'tirmayman, hozir berib qo'yaveray. Lekin hali o'zimda ham yo'q deyman. Mana shu ko'rinish haqida gap ketadi. قال القاضي عياض رحمه الله: لم أرى من تكلم فيه ورأيت بعض المتأخرين يصنعونه ثم صحح القول بالمنع. قال الإمام النووي وهو الصواب. Qozi aytganki, bu
ijozani, bu turdagi ijozani joiz emasligiga to'xtalgan birorta olimni ko'rmadim degan. Lekin mutaaxir ulamolardan ba'zilari shu ishni qilgan ekan, qilishganini ko'rdim degan ekan. Keyin Qoziyos bo'ldi, shu yerda iqtibos tugadi. Qoziyos iqtibos tugadi. Summa sahhaha, keyin Qoziyos bu mumkin emas degan gapni sahih degan. Imom Navoiy ham mana shu to'g'ri gap degan. Ya'ni Qoziyosni gapi to'g'ri. Qoziyos bunaqa ijoza joiz emas, o'tmaydi degan. 7-si al-ijazatu bil mujazi ka qawlihi ajaztuka mujazati. فمنعه بعضهم قال النووي والصحيح الذي عليه العمل جوازه وبه قطع الحفاظ الدارقطني وابن عقدة وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي. الطريقة الرابعة المناولة، وهي مناولة الشيخ تلميذه كتابا من سماعه، وهي نوعان: مقرونة بالإجازة أو مجردة. فالمقرونة أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا عليه ويقول له هذا سماعي أو هذا روايتي عن فلان فرويه عني أو أجزت لك روايته عني، ثم يدفع إليه الكتاب تمليكا أو لينسخه ويقابله ثم يرده. Demek ki 7-chi ko'rinish ijozalarni ijoza qilib berish deganda. Masalan, ajaztuka senga ijoza berdim, mujazati. Biz menga nima ijoza berilgan va beriladigan bo'lsa, senga shularning ijozasini berdim degan. Al-ijaz bil mujaz degani ijozasi bor narsalarga. Umuman mujaz bo'lgan odamga, mujaz odam, muxotab, shogird. O'sha odamga ijoza berib yuboramiz. Buni ba'zi ulamolar joiz emas degan. Imom Navoiy aytganki, amal shuni ustiga qurilgan sahih gap shuki, amalda ham shu tatbiq bo'lib kelayotgan narsa, bunaqa ijoza joiz degan. Va qat'iy joizligini aytgan hofizlar Doriqutniy, Ibn Uqda, Abu Nuaym, Abul Fath, Nasr al-Maqdisiylar bunaqa ijoza joiz degan. Ya'ni meni nimadan ijozalarim bo'lsa va bo'ladigan bo'lsa, senga hammasidan ijoza berdim deydi. Albatta bu ham joiz bo'ladi. Bu tepadagi g'oyir muayyan kitobdan muayyan odamga ijoza berish sirasiga kiritsa bo'ladi, Alloh a'lam. Hop. At-tariqa sani, ar-rabi'a. Endi tepada mana as-sama'ni o'tdik, shayxdan eshitish, al-qira'atu ala shayx o'tdik, ado va tahammul va ado ko'rinishlari. Dan ikkinchisi, uchinchisini o'tdik, ijoza va uni turlarini o'tdik. To'rtinchisi bor, to'rtinchisi munavvala. Munavvala degani hadis kitobini beradi va deb qo'liga tutqizadi. Masalan, men hadis kitoblarim bor. Talabaga Muhammad degan masalan talaba bo'lsa, Muhammadga beraman. Mana meni hadis kitobim deyman. Bo'ldi. Rivoyat qilaver demayman. Shunday berdim mana. Shuni qo'liga tutqizaman. Bo'ldi. Mana shu munavvala degan. Agar mendan rivoyat qilaver desam, unda ijoza bergan bo'lib qolaman-da. Unda ijozaga kirib qoladi tepadagi. Bu munavvala bilan ijoza qovushgani ham bor, mana o'qiymiz hozir. Lekin ijoza qovushmagan munavvala shunaqa bo'ladi. Indamay shunday kitobni beradi. Rivoyat qilmayman demaydi, qilam demaydi. At-tariqatu ar-rabi'atu al-munawwalatu wa hiya munawwalatu ash-shaykh tilmizahu kitaban min sama'ihi. Demak, 4-yo'l munavvala deyiladi. Munavvala degani shayx shogirdiga o'zini masmuatlaridan, ya'ni o'zini ro'yxatida bor kitoblaridan kitob tutqizadi. Va mana shu tutqizish ikki turda bo'ladi. Yo ijoza bilan bo'ladi, ya'ni mendan rivoyat qilaver degan ruxsat bo'ladi, yoki undan xoli bo'ladi. Mujarrada degani boyagi jim beradi, bu rivoyat qilaver mendan demaydi. Rivoyat qilmayman demaydi. Ijoza bilan qovushganida shayx talabaga asli samosini beradi. Asli sama'ihi degani, birodarlar, boya gaplashganimizdek, oldingi zamonda har bitta anuni u rivoyat zamonida emas, undan keyin ham albatta mana shu tipografiya chiqishidan oldin har bitta talabani o'zini hadis to'plami bo'lgan, qo'li bilan yozgan to'plami. Va mana shunda asli sama'ihi degan men ustozimdan yozib olib, ustozim kitobiga solishtirib, o'zimga haqiqiy bir nusxam bo'ladi. Birlamchi eng muhim nusxa. Cho'rnavoy emas, oq. Mana shuni asli sama' deydi.
asli samoyimni, ya'ni oxirgi bir belavayimni demoqchi, talabaga beradi shayx. Yoki o'sha aslga solishtirilgan ko'chirmani beradi. Endi bu ko'chirma asl bilan bir xil bo'lgandan keyin deyarli bitta darajada bo'ladi ikkalasi. Endi bu ko'chirmaligi nimada desa, shayx o'zini shayxidan olayotgan paytda yozmaganda uni. Mana bu asl samosini yozgan. Mana shu asl o'sha davrdagi kitobi. Buni endi yaqinda ko'chirgan bunga. Mana shu yo ko'chirmasini beradi, yo aslini beradi. Farqi yo'q. Va aytadiki, haza samai deydi. Bu meni ustozimdan eshitgan hadislarim. Yoki bu meni ustozimdan falon shayximdan eshitgan rivoyatlarim deydi. Mendan rivoyat qilaver deydi. Yoki mendan rivoyat qilishingga senga ijozat berdim deydi. Qarang, bittasiga diqqatinglarni qaratmoqchiman. Ajaza fe'li ikki xil muomalada ishlaydi. Ba'zida bi bilan keladi, ba'zida o'zi ta'addi qiladi. Ba'zida bi bilan keladi, ba'zida o'zi ta'addi qiladi. Ikkalasi ham joiz arab tilida. Ikkalasi ham joiz. Shuning uchun mana qarang, o'zi ajaztu laka bi rivoyati anni, bi rivoyatihi anni desang bo'lardi. Ya'ni rivoyat qilinayotgan narsaga mujazun bihiga bini kiritsang bo'ladi, bini kiritmasang bo'ladi. Bu yerda ham to'g'rimi? Shu ajazani o'zini mutaaddi qilayotgan. Ajaztu laka yoki ajaztuka rivoyatahu anni, mendan shuni rivoyat qilishingga ruxsat berdim degan. Deydi, keyin kitobni beradi shogirdiga. Yo tamlik qilib o'z-o'zingga deydi. O'z-o'zingga shu kitob deydi. Yoki ko'chirib ol, qaytarib berasan deydi. Ko'chirib ol deydi yoki masalan ko'chirib, solishtirib o'zing bir xil qilib olgin deb, meni kitobim bilan o'zingning kitobingni keyin qaytarib berasan deb beradi. وهناك صور متعددة لهذا النوع مفصلة في المطولات وهي منحطة عن السماع والقراءة على الصحيح كما في التقريب وغيره. Yani bu navni turli ko'rinishlari bor, mutavval mustalah kitoblarida bayon qilinadi bular deyapti. Lekin bu munovala samo va al-qiroat ala shayxdan darajasi sahih gapga ko'ra pastda turadi. Ya'ni ijoza bilan qo'shilsa ham. Birinchi o'rinda samo, ikkinchi o'rinda al-qiroat ala shayx. Uchinchi o'rinda ijoza. To'rtinchi o'rinda ijozali munovala. Keyin ijozasiz munovala keldi. Keyin 5-o'rinda nima o'tirishini o'qiymiz. Demak, mana shungacha joiz, lekin ba'zi ular mana samo yoki al-qiroat ala shayx orqali rivoyat qilingan hadis narigidan ustun turadi. Ijoza yo munovala orqali kelgan hadisdan ustun turadi. Buni endi ko'rinishlarini va mutavval kitoblardan taqrib kabi kitoblarda o'rganasiz deyapti. Taqribda o'sha kitoblarda kelganki, sahih qavliga ko'ra bu munovala samo va qiroat ala shayxdan darajasi pastda turadi demoqchi. At-Taqrib at-Taysir mutavval kitob hisoblanmaydi. Qaytanga Ibn Saloh rahimahullohni Muqaddimat Ibn Saloh kitobining muxtasari at-Taqrib. Ikkinchi, ya'ni muxtasari. Irshadu tullabil haqoiq degan kitob bor. Imom Navoiyniki u. Imom Navoiy Muqaddimat Ibn Salohni qisqartirgan, irshod qilgan. Qisqartirgani ham, lekin kengroq qisqartirgan irshodda. Yana bir marta qisqartirgan Muqaddimat Ibn Salohni undan ham qisqaroq qilgan. Yodlash uchun qilgan. At-Taqrib va Taysir deb nomlagan u kitobda. Imom Navoiyning kitoblari bu. Suyuti emas, Navoiy. Imom Suyuti esa o'sha taqribga Tadribur Rawi fi Taqribin Navoiy fi Sharh Taqribin Navoiy degan sharh yozgan keyin. U endi Tadribur Rawiyni mutavval desa bo'ladi, arziydi. Yoki Saxoviyni, mana Suyuti Saxoviyni Iroqiyni alfiyasiga yozgan sharhi bor. Fathul Mughis degan. Uni mutavval desa bo'ladi. Masalan, Nukat kitoblar bor, ularni mutavval desa bo'ladi. Endi bunda mutavval kitob desa, masalan, fiqhdagi mutavval kitoblar 10 tom, 15 tom bo'ladi. Mustalah hadis fannidagi mutavval kitoblar unaqa 10 tom, 15 tom bo'lmaydi. 2 tomlik kitob ham mutavval kitob hisoblanaveradi mustalah hadis fanida. Chunki hech qaysi bir mustalah hadis kitobi bir 10 tom bo'lgan emas. 5 tomlik mustalah kitoblari bor, lekin uning ichida ko'p narsa jamlanganlari bor. Masalan, Imom Iroqiy, Hofiz Iroqiyni
التقييد والإيضاح لما أغلق وأبهم من كتاب ابن الصلاح degan kitob bor. Kitobi. Mana shu kitob 4 tommi, 5 tom bo'lib chiqqan nashrdan. Endi u ichiga hoshiyalar, izohlar, muhaqqiq o'zini izohlarini qo'shgani uchun katta bo'lib ketganda, shriftlari katta-katta yozgani uchun katta bo'lib ketgan. Yoki yana boshqalar u ichiga boshqa nukatlarni ham qo'shaveradi. Masalan, Ibn Hajar nukat. Bu Iroqiy nukat, at-Taqid wal Idoh. Ibn Hajarning nukat kitobi bor. Mughiltoyni Isloh kitobi Ibn Saloh degan kitobi. Mana shularni bitta qilib chiqarganda ham katta bo'lib ketadi-da. Shunaqa mustalah kitoblar katta bo'lishi mumkin. Yani bitta mustalah kitobni o'zini olsangiz, juda ham katta mutavval bir 10 tomlik kitoblar yo'q albatta. Shuning uchun ya'ni bu nimaga bu gaplarni aytyapman? Himmati baland qilib mutavval kitoblarni o'qishga ham kirishish yoki niyat qilish, reja qilish kerak. Mutavval kitoblarni ham o'qisa juda ham ko'p manfaatlar, ilmlar ravshan bo'ladi. Bu yerda hozir umumiy o'qitayotgan narsalarimiz har bittasiga misollar keltirilgan. Faraziy misollar emas, aynan hadis kitoblaridan bitta hammasiga misollar berib o'tgan. Misollar bilan ko'rsangiz albatta yaxshiroq o'rganasiz bu narsani. Xo'p, va ammal mujarradatu fahiya an yunawilahu al-kitaba muqtasiran ala qawlihi hadha sama'i aw min hadisi dun an yaqula lahu irwihi anni aw ajaztu laka riwayatahu anni wa nahwa zalik. قال النووي فلا تجوز الرواية به على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وعاب المحدثين المجوزين لها. وقد حكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوا الرواية بها. وقال ابن الصلاح إن الرواية بها أي المناولة المجردة تترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناولة، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية. أي فإذا كان بعض العلماء أجاز الرواية بمجرد إعلان الشيخ فمن باب أولى أنه يجيزون الرواية بالمناولة المجردة كما وضح ذلك في التدريب. إن إجازة خالة مناولة ده شيخ shogirdiga o'zini kitobini tutqazadi. Faqatgina mana bu gap aytadi. Bu meni shayximdan eshitgan hadis to'plamim yoki hadislarim deydi. Mendan rivoyat qilaver, senga ijozat berdim, rivoyat qilishingga ruxsat berdim. Shunga o'xshagan gaplarni aytmaydi. Imom Nawaviy aytganki, sahih qavlga ko'ra, qaysi fuqarolar va usul ashablari aytgan sahih qavlga ko'ra, buni orqali rivoyat qilish joiz emas deyishadi va buni joiz degan muhaddislarni hatto fuqarolar tanqid ham qilib ayblashgan deyishmoqchi. Endi bir savol tug'ilishi mumkin. Bu yerda fuqarolar bilan muhaddislar xilof qilyapti-ku. Fuqarolar bilan muhaddislar xilof qilayotgandan keyin o'zi bu qaysi fan ahlini masalasi desa, aslida bu fuqarolarni mavzusi. Fuqarolar haqliroq bu masalada oxirgi qarorni berishga. Nega desa, chunki fuqarolar hadisdan hukm olayotganda o'sha hadis agar ularning shartiga ko'ra yetib kelmagan bo'lsa, umuman hukm olishga ham yaroqsiz deydi. Ya'ni biz hukm olishimiz uchun bunaqa tarzda yetib kelsa olmaymiz deydi. Ya'ni hadisdan demak istinbot qilish fuqarolarni usuliylarni vazifasi bo'lgandan keyin ular ham shart qo'yish huquqiga ega. Shart qo'yish, ya'ni joiz emaslikni ular hal qiladi. Ularni faniga yaqinroq. Muhaddislarni ham faniga aloqasi bor albatta bu masalani, lekin muhaddislarni vazifasi sahih naql qilish bo'lgandan keyin ular sahih tarzda naql qilgan bilan naql qilishda fuqarolar va usul fiqh ulamolarini shartiga tushmaydigan tarzda naql qilib qo'ysa, ular o'sha hadisdan hukm olmaymiz deb turishga haqqi bor, haqli albatta. Xatib Bag'dodiy bir toifa ulamolardan naql qilgan, u bir toifa ulamolar bunaqa rivoyatni joiz deyishgan. Ar-rivoyat biha mujarrad munavala bilan rivoyat qilish joiz deyishgan. Ibn Saloh aytganki, mujarrad munavala orqali rivoyat qilish, ya'ni
mujarrad munovala orqali hadis olib turib o'zidan keyingi rivoyat qilish degan. Shu haqida gap ketyapti. E'tibor qiling. Masalan, men o'zim hadis kitobimni Muhammad degan talabaga bersam, mendan rivoyat qilaver demadim. Shuni berdim. Bu meni kitobim deb. U keyin o'zidan keyingilarga meni nomimdan rivoyat qilyapti. Meni shayx sifatida san'atga qo'yib turib rivoyat qilib yuborsa, shu haqida gap ketyapti. Rivoyat qilib yuborsa, tataroj mana shu rivoyat qilib yuborishi shayx shunchaki bildirib qo'yishidan ko'ra ustunroqdir bu deyapti. Chunki bunda baribir berish degan narsa bor-da. Chunki berish degan narsa rivoyat qilaver degan narsani zimdan ifodalashi mumkin. Ifodalash bor baribir zimdan demoqchi. Ya'ni mana bunaqada aytmoqchiki, Ibn Saloh masalan men kitobim bor, hadis kitobim. Muhammad degan talabaga, Muhammad mana shu hadis kitob men ustozimdan yozib olgan kitob dedim. Bo'ldi. Qo'liga berganim yo'q, turibdi o'zimda turibdi hali. O'zimda turibdi. Endi men uxlayotganimda u olib yoki o'lib ketgandan keyin u o'sha kitobni olib birovga rivoyat qilib yuborsa, mumkinmi desa, u ham ixtilofli. Mana shu munovala ham emas-da, bu i'lam deyiladi. Bu keyingilarda o'tamiz buni. Tahammul va adon keyin ko'rishlar. I'lam deyiladi. Bu meni samolarim deyman-da, bo'ldi. Qo'liga ham tutqizganim yo'q-da. Ibn Saloh aytayaptiki, baribir qo'liga tutqizishda, "Men Muhammad deb berishimda tagida rivoyat qilaver mendan" degan narsa zimdan yotadi baribir demoqchi. O'shaning uchun baribir munovala i'lomdan ko'ra afzal tariq hisoblanadi demoqchi Ibn Saloh. Ya'ni mana fa iza kana ba'dul aytmoqchiki, ba'zi ulamolar hatto shayx shunchaki bildirib qo'ysa ham rivoyat qilish joiz degandan keyin, mana bu mening kitobim dedim, bermadim. Mana shu bilan ham hatto rivoyat qilish joiz degan ba'zi ulamolar. Endi munovala, ya'ni ijozadan xoli munovala orqali rivoyat qilishga ular ruxsat berishi ham batariqa avlo deyapti. Batariqa avlo. Baribir qo'li bilan berayotgandan keyin qandaydir tagida roziligi borki, qo'li bilan beryapti talabasiga o'sha o'zining kitobini demoqchi. Buni Imom Suyuti rahimahulloh vaddohan foili Imom Suyuti buni Tadribur Roviyda batafsil bayonini keltirgan. O'shandan o'qib olasiz deyapti. صيغ الأداء لمن تحمل بالإجازة والمناولة حكى الإمام النووي في التقريب عن الجمهور وأهل التحري أنهم منعوا إطلاق قول حدثنا وأخبرنا في الإجازة والمناولة، وأنه ينبغي تخصيص ذلك بعبارة تبين الواقع كحدثنا إجازة أو مناولة أو إجازة وأخبرنا إجازة أو مناولة وإجازة أو إذنا أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته أو فيما أجازني أو أجاز لي أو ناولني ونحو ذلك. Ijoza va munovala orqali hadis qabul qilgan odam o'zini shogirdiga kelajakda rivoyat qilayotganda qaysi so'zlarni ishlatib rivoyat qiladi? Ya'ni silsilani qaysi so'zlar bilan bog'laydi desa, Imom Navoiy At-Taqrib va Taysir kitobida jumhur ulamolardan va ahli taharri degani muhaqqiq ulamolardan keltirganki, jumhur va muhaqqiq ulamolar haddasana, axborona deyishlarni ijoza va munovala orqali olgan odamga man qilishgan. Ijoza va munovala orqali oldingmi, o'zingni shogirdingga kelajakda yetkazayotganingda haddasana fulanun, axborona fulanun dema deyishgan. Balki o'sha adoni xoslash kerak, voqelikni ochib beradigan so'zlar bilan. Haddasana desin mayli, lekin ijozatanni qo'shib qo'ysin. Haddasana ijozatan, haddasana munovalatan va ijozatan. Munovalatan va ijozatan deb qo'shyapti. Yoki axborana ijozatan, yoki axborana munovalatan, yoki axborana munovalatan va ijozatan. Tepedagi haddasana munovalatan va ijozatan edi, bunisi axborana munovalatan va ijozatan. Yoki axborana iznan. Axborana fima azina li fihi. yoki fima atlaqa li rivoyatahu deydi. Yoki axborana fima ajazani. Axborana ajazali deydi. Yoki ajazali deydi. Bo'ldi. Axborana tepadagi qoldi. Yana bitta ko'rinishi ajazali deydi yoki navalani deb
Shunga o'xshagan so'zlarni ishlatadi. Atoni kitabahu deyish mumkin. Tahammul va adoni keyingi ko'rinishlarini inshaalloh keyingi darsda o'rganamiz. Bugun esa mana shu ijozani, munovalani o'tganimiz, o'rganganimiz bilan kifoyalanamiz. Munovalani demak ijoza bilan qovushgani hamda ijozadan xoli ko'rinishlarni o'qib o'rgandik. Va sallallohu vasallam ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Inshaalloh keyingi darsda al-kitabatu degan ado ko'rinishi tarixidan boshlab o'rganamiz. Alloh taolo bizgacha mana shu ilmlarni yetkazib kelgan barcha ustozlarimizni, ulamolarimizni o'z rahmatiga olsin, o'zi mukofotlasin, tiriklari bo'lsa, o'zi hifzi himoyasida saqlab, umrlarini uzoq qilsin, ilmlariga barakotlar bersin, barchamizni ularning ilmlaridan manfaatlantirsin. Va sallallohu vasallam ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.